Alaykum azizlarim. Bugun bizni mehmondamiz. Ovsinim tug'ilgan kunlari. Dasturxonda o'tiribmiz, chiroyli dasturxonlarda. Diydor g'animat qilib o'tiribmiz. Hozir hovliga chiqamiz-da. Bular ham gullarga qiziqadi, gullarni ko'rsam. Mana ovsinim o'g'illari ajoyib gul podarka qilishibdi. Mana. Asarti qilib. Mana, bunisi искусственный ekan. Hozir ko'rsatganim живой. Mana bir chekkadan gullarni olaman. Ajoyib gullari bor bularni-chi. Mana. Gullarni ko'ring. Bu anu kelganimda qip-qizil bo'lib ochilib yotuvdi. Men buni otlarini ham bilmayman. Mana. Dengi gul. Malachay. Mana bunaqasini ko'rganmisizlar mana? Daraxt haqiqiy dereva. Mana tanasini ko'ringlar. Tanasini mana shunaqa qilib tozalab tashlash kerak, yo'g'onlashish kerak. Pastdan chiqqan shoxlarini olib tashlash kerak. O'shanda rosa chiroyli bo'ladi. Mana, ko'rdinglarmi? Bu yaqinda ochiladi, xudo xolisa. Mana. Buni oti nima edi? Buni ham rosa ko'rsatishadi. Mana yana bitta bor ekan, bu qarang. Mana qarang tanasin. Ajoyib. Mana bu rosa havo tozalar ekan-a? O'qiganimda ko'rdim-da. Voy, mana jonivor qarang. Bu sovda turish kerak ekan ochilish uchun. Nima edi oti? Dekabrist, ha. Mana bu ham rosa chiroyli bo'libdi-ya. Ko'z tegmasin. Dekabristlarimiz bor ekan-a? Voy, mana bu nima ekan? Mana shu mushkamba. Voy, qarang. Qarang, mana endi gulga kelyapti, mana gulga endi kelyapti. Ha, qarang, voy. Rosa hid tarqatadi. Ko'rsatdim gullar. Anaqa. Kechqurun hid chiqaradi. Ochilganda Ochilgan. bu gullarni sotasizmi molda? Mana nima bu ham shunaqa miskan? Ha, mushkambar bu ham. Voy, mana buni qarang. Bo'p ketganini. Mana bundan boramanda. Kavan qo'y. Kavan qo'yma shu. Kavan qo'y. Mana qarang. Mendagi anaqasi bor. 5 oy gullaydi. Bizga beruvdim-ku. Ha. Sizga ham beraman. Chunki men alaqsizman. Gulama olmayman. Voy, men bilan ochilganini. Voy. Voy, qaranglar. Ana senga gul. Mana bular kechroq ekan. Shaharga bora olmadim-da. Oqidan podarka qilardim lekin. Oqim yo'q deganingizni eshitdim molda. Jonivor. Men bumi lavanda? Molda men bumi lavanda? Ha, katta bo'lib ketibdi sizniki. Mana shu lavandani kesish kerak ekan. O'shanda yosharar ekan. Tegidan mana. Nima gul bilasizlarmi? Molda mana gulni oti nima dedingiz? Begoniya bitta turi, to'g'ri. Begoniya bitta turi, lekin rosa zo'r ekan. Mana. Mana shu begoniyani o'zlari ko'chat qilgan ekanlar. Bodroq bo'lib g'unchalab yotibdi. Ketyapmiz endi. Bo'pti, xayr hammanglar. Mana azizlarim, men ham shu yerda roligimni tugataman. Hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'sinjonlarim bilan ahilligimiz abadiy bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarimizda birga yuraveraylik. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin, xonadonlaringizga tinchlik, omonlik, fayz baraka tilayman.
Keyingi roliklarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.